هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Enbiya suresi 95. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövəndə dextanlağa İbn Kəthir rahimehullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Enbiya suresi 95. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Biz halak kılgan şehir ahalisinin dünyaya qaytishi mümkün emas. Ya'juj Ma'juj tosmisi içib etilganda ular zaminning har bir töpiliklerinden aldırab çıkıp keladi. Rast va'da, yani kıyametning vaqti yaqinlashdi. O günde kafirlarning ko'zlari chekchib qoladi. Ular voy esed, buningdan biz g'aflat qilibdik. Belki biz o'zimizga zulm qilibdik deyishdi. Halak kılıngan şehir ahalisinin dünyaya hergiz qaytırılmaydiganlık. Biz halak kılgan şehir ahalisinin dünyaya qaytishi mümkün emas. Bu ayetning ma'nosi haqida İbn Abbas mundaq dedi. Halak kılıngan kişilerinin kıyamet bo'lishidin burun dünyaya qaytmaydiganlığı putilib ketdi. Bu ayetning ma'nosini Abu Ja'far Baqir, Qatada ve başqalarmu İbn Abbas'a o'xshash bayon qildi. Ya'juj Ma'juj to'g'risida. Ya'juj Ma'jujning to'smisi echib etilganda biz yuqorida Ya'juj va Ma'jujlarning Adem alayhissalomning naslidan, balki Nuh alayhissalomning o'g'illarining ichidagi turklarning otasi bo'lgan Yafes'nin neslidin ikenlikini ve ulanın İskender Zulqarneyn salgan sepilinin arkasıda qilib qalğanlığını bayan qılğan edik. La ilahe illallah. İskender'nin şu sepilini selip bulup, bu Allah Teala'nın bendilerine qıyğan ni'metidir degan sözünü Allah Teala'nın bu yani tosminin barpo qilinishi Rabbimning ni'matidir. Rabbimning va'dasi ishga oshganda uni tub-tuz qilib o'tadi. Rabbimning va'dasi haqdir. O kunda, yani qiyomat kunida qistonchilikdan kishilarni bir-biriga giralashtirib o'tamiz. Sur chelinadi. Ularni hisob uchun yig'imiz degan oyatida hikoya qilganligini bayon qilib o'tgan edik. Subhanallah. Allah Teala bu yerda Ya'juj ve Ma'jujlarning vaqti soati kelganda sepilning ichidan qandoq chiqadiganligini bayon qilib mundaq dedi. Ya'juj Ma'juj to'smisi ichib etilganda ular zaminning har bir to'pilanliklaridan oldirab chiqib keladi. Bu ayetning ma'nosi haqida İbn Abbas, Ikrima, Abu Salim, Savri ve başqalar mundaq dedi. Ya'juj Ma'juj zaminda buzg'unchilik elib berish uchun hamma to'pilanliklardan oldirishib keladi. Bu ularning sepildan chiqqan vaqtidagi sifatlaridir. Allah Teala mundaq deydi. Sana hammadan xabardor zotdek, ya'ni Allohdek aytib berilmaydi. Bu o'zidan boshqa ibodatga loyiq bir yo'q, asman zimindeki yoşurun işlarını bilgüçi zat Allah Teala'nın burun boğan ve buluduğan işlerden haber verişidir. İbn Cerir
Ubaydullah ibn Abu Yazidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ibn Abbas kichik bolalarning bir-birining ustidan ortilib o'ynayotganligini ko'rib, Yajuj Majuj mushi shaklda chiqdi dedi. La havla va la quvvata illa billah. Yajuj Majujning chiqishi tövendagi hadislarda bayon qilinib keldi. İmam Ahmad Abu Sa'id Xudrining mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim. Alloh taolo ular zaminning har bir to'piliklaridan oldirab chiqib keladi deganidek, Yajuj Majuj sepil ichilganda sepildan chiqib kishilarni qo'rshib oladi. Musulmonlar mollarini elib shahar va sepillarning ichilariga kirib oladi. Yajuj Majuj zaminning suvlarini ichidi. Hatta ulardan ba'zisi bir o'stangdan o'tganda uning suyini ichib quritib yetadi. Ondan ularning keyindan kelgan yana bir to'pi bu yerdan o'tganda bir chaqlarda bu o'stangda suv bor edi deyishidi. Yer yuzida shahar yoki sepilning ichiga kirib olgan kishilardan boshqa birisi qolmaganda Yajuj Majujlar yer yuzidagi kishilarning hammasidan xalos bo'ldik, endi osmondagilar qoldi deydi. Shuning bilan ularning ichidan biri neyzisini osmonga qartib atadi. Ularning selinishi uchun neyze osmondan qonga bo'yalgan holatda qaytib tushdi. Ularning sinilishi uchun neyze osmondan qonga bo'yalgan holatda qaytib tushdi. Ular shundoq turgan bir mezgilda Alloh taolo ularning bo'yniga cheketkining gediniga tushadigan qurtdek qurtni avatidi-da, shuning bilan ular hech bir shafsizla o'ldi. Ondan musulmonlar ichimizdagi bir kishi o'zini biz uchun fido qilib, bu dushmanlarning nima qilayotganliklariga bir qarab baqsin deyishdi. Ularning ichidan biri o'zini o'limga atapla shahardan yoki sepildan sirtqa chiqdi-da, ularning hammasining o'lganligini ko'rdi. Musulmonlar bir-birini: "Ey musulmonlar guruhi, xo'sh bishorat bo'lsin. Qudratlik Alloh taolo haqiqatan sizlarni dushmanlaringlardan saqlab qolibdi" deb chaqirdi. Ondan ular shahar va sepillardan chiqdi va charu mollarini yayloqlarda boqdi. Ularning ishlari faqat mollaridan xabar elishlar bo'ldi. Shuning bilan ularning mollari o't cho'pga erishganligidan nihoyatda samirib ketdi. İmam Ahmad Nuwas ibn Sam'anning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom bir atigini Dajjalning gapini qilib, uni bir haqoratlab va bir gavdlantirib, sübtini bayon qilib berdi. Biz Dajjalni xo'rmizorliqdimikin deb gumon qildik va u yerga bordik. Payg'ambar alayhisalom bizning u yerga borganligimizni bilib qilib, "Nima qilyapsizlar?" deb so'radi. Biz: "Ey Allohning payg'ambari, biz atigini sen bizga Dajjalning gapini qilib, uni bir haqoratlab, bir gavdlantirib, uning sifatini bayon qilib bergan eding. Biz uni xo'rmizorliqdimikin deb gumon qildik" deb javob berdik. Payg'ambar alayhisalom: "Men sizlarga Dajjalning fitnasidan boshqa fitnaning yetib kelishidan bek qo'rqaman. Agar Dajjal chiqqanda men sizlarning oranglarda bo'lsam, uning o'zim titiyman. Agar bo'lmasam, hamma kishi o'zini o'zi qo'g'disin. Alloh taolo mening o'rnimda hamma musulmonlarni Dajjalning fitnasidan saqlaydi. Dajjal qo'yiq budurchashliq, ko'zi teshig'i poltiyib chiqib qolgan bir yigitdir. U Sham bilan Iroqning oraliqidagi bir yo'ldan chiqdi va o'ng so'l taraf bo'lib hamma yerda fasodchilik deridi.
Ey Allah'ın bendileri, imanınlardı mahkem turunlar dedi. Biz, ey Allah'ın peygamberi, o zamanda qancha uzun turdu dedik. Peygamber aleyhisselam 40 gün turdu. O 40 günün bir günü bir yıldek. Bir günü bir aydek. Yani bir günü bir haftadek. Qolgan kunlari sizlarning mush kuninglardek bo'ladi dedi. Biz, ey Allah'ın peygamberi, heliqi bir yıldek bo'ladigan uzun kunda bir kunlikning namozini o'qisak bo'lamdi deb so'radi Peygamber aleyhisselam. Yo'q, sizlar u kunni o'lchab bir kunga to'g'rilab bir kunlik namozinglarni o'qinglar dedi. Biz, ey Allah'ın peygamberi, onun meniş surati qandaq bo'ladi deb so'radik. Peygamber aleyhisselam mundaq dedi. Onun surati shamol ittirgan kalkundek bo'ladi. O bir kishilarning qishig'a keladi-ki, ularni o'ziga ishonishga chaqirdi. Ular uning ishini bo'ysunadi. Ondan u osmonni yomg'ir yog'dirishga buyurdi. Osmondan yomg'ir yog'di. Zaminni buyurdi. Zamindan o'simliklar chiqadi. U kishilarning o'tlig'ili ketgan chorvalari kashti semiz, yelinlari sutga to'lgan, to'qliqidan beqinlari chiqib ketgan holda qaytib keldi. Ondan u boshqa bir kishilarning qishig'i kelib, ularni o'ziga ishonishga chaqirdi-ki, ular uningga ishonmay so'zini rad qildi. U ularning qishidan qaytib ketdi. Uningga ularning mollari mu agishib ketdi. Ya'ni ularga qahatchilik keldi. Shuning bilan ularning qo'llarida hech qanday mol mulk qolmaydi. U bir xarobilikdan o'tib uningga ichingdagi boyliqlarni chiqargan deydi. Uning ichidagi boyliqlar asal harisi uvusidan chiqqandek oqi chiqishga boshlaydi. Ondan u toza yoshlik quramiga yetgan bir kishini chaqirib akilib, uni qilich bilan urib ikki parcha qilib etib, u kishini qayta chaqirdi. U terilib xo'shal kulgan qiyofatda uning oldiga keldi. Shu paytning o'zida Alloh taolo Maryamning o'g'li İsa alayhissalomni avatidi. İsa alayhissalom Damashqning sharq tarafidagi oq munorga ikki bo'yalgan kiyim kiygan, ikki qo'lini ikki farishtaning qanotlariga qo'ygan holatda tushdi. Ondan İsa alayhissalom Dajjalni izlab, uni Falastinga yaqin bir shaharning sharq tarafidagi ishkining qishida tepib o'ltirdi. Shu chaqda to'satdan Alloh taolo İsa alayhissalomga: "Haqiqatan men hech bir kishi so'qishga kuchi yetmaydigan bir turkum bandalarimni chiqardim. Men Dajjalning fitnasidan saqlab qolgan bandalarimni sen turtig'iga elib chiqib ket" deb vahiy qildi. Alloh taolo Yajuj Majujni avatidi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ular zaminning har bir to'piliklaridan oldirab chiqib keladi. Ularning oldida kelganlari Tabarsa ko'lining yenidan o'tib, uning hamma suyini ichib bo'ldi. Ularning oxirqilari o'tganda bu ko'lda bir chaqlarda suv bor edi deyishdi. Allohning payg'ambari İsa alayhissalom va uning hamrohlari turtig'ida qo'rshovda qoldi. Hatto ularning birisi uchun bir kalaning beshi sizlarning bugungi kuninglardagi 100 tillardan a'lo bo'lib qoldi. İsa alayhissalom va ularning hamrohlari Alloh taologa duo qildi. Alloh taolo Yajuj Majujlarning gadiniga qurtlarni avatish bilan ular bir kishi o'lgandek tangla o'ldi.
Ondan İsa aleyhisselam ve onun hamrohlari Tur teg'idan zaminga tushdi. Ular zaminda birmi uy qolmay Yajuj Majujning jasadlarining sesiq puroqlari bilan to'shib ketganligini ko'rdi. İsa aleyhisselam ve onun hamrohlari Alloh taologa duo qildi. Alloh taolo to'gilarning bo'yniga o'xshash qushlarni avatidi. U qushlar ularning jasadlarini ko'tarib Allah xalqan yerlerge apırıp taşlaydı. İbn Cabir Ata İbn Yazid'den Ka'b'nin kuşla ulanın cesetlerini elip verip şarkı taşlı ötüdü degenlikini rivayet kıldı. Peygamber aleyhisselam Allah Teala 40 gün yağmur yağdırdı. Yağmur birer öy veya ki birer çıdırnımı koymay hemmisini tazalap zeminini yuyup eynektek kılıp koydu. Şuningdek keyin zeminga meyvelerini östürüp burunqi berketlerini qaytar deyildi. Şu günlerde kişiler onarını yep onun şöpekleri bilen saydılanıdı. Sütlerge berket verilip bir tögünün sütü nurgun kişilerge, bir kalının sütü bir kabile kişilerge, bir koyunun sütü bir cemaat kişilerge yetidi. Ula şundaq yaşavatkan çağda Allah Teala tuyuqsızla meyin bir şamalını evetidi. Meyin bir şamalını evetidi. Şamal ulanın koltuklarının astıdan ötüp mümin ve Müslümanların birini koymay hemmisinin cinini alırdı. Ulardan keyin yeryüzüde eşeklerdek aşkarı cinsi münasebet ötkizdiğen en eski adamlar kalırdı. Şunun bilen ularga kıyamet buludu dedi. Bu hadisini İmam Müslim, Abu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn Mace qatarlıqlar rivayet kıldı. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La havle ve la kuvvete. İmam Ahmed İbn Harlan'ın hammacısının mındaq degenlikini rivayet kıldı. Peygamber aleyhisselam bir qitim çayan çıqıvaganlıqdan barmağını tengip koygan altıda söz kılıp mındaq dedi. Sizler özlerimizning düşmanları yok deysizler. Sizler düşmanlaringlar bilen uruş kılıp turgan vaqtinglarda yüzleri tüp-tüz qilingan, qalqandek kengri, közleri kichik, çeçinin rengi sağuç boğan Yajuj Majujlar hemmi töpülüklerden aldıraş düşüp geledi. Hadiste Meryem'nin oğlu İsa aleyhisselam'nın hac kılıdığanlığı bayan kılındı. Bu haqda İmam Ahmed Ebu Sa'id'den Peygamber aleyhisselam'nın mundaq degenlikini rivayet kıldı. Yajuj Majujlar çıkıp boğandan keyinmi bu öyde yani haremde hac ve ömrü kılındı. Rast vədə, yani kıyametinin vakti yıkınlaştı. Yani muşu korkunuşluk ahvallar ve yerlerinin tevrinişleri bolsa, kıyamet buluşunun yıkınlaşkanlıqıdır. Muşu işler boğanda kafirlar bu qattiq bir gün buldu deyişidir. O günde kafirlarning közleri çekçiyip kalıdı. Ula vay iset, bunundan biz gaflet qilibdik, belki biz özümüzge zulüm qilibdik deyişidi. Yani ula payda bermaydigan bir vaqtda özümüzge azgınlık içinde öz ömrümüzün azgınlık içinde ötkenlikini tonup yetiştir. Yani ula payda bermaydigan bir vaqtda öz ömrünün azgınlık içinde ötkenlikini tonup yetişidir. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Enbiya suresi tefsiriden 97. ayetgacha anladыңlar. Axirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh.
Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.